Evet. Al tormozni bosing-da. Bundoq ekanda bu. Bundoq tiqar ekansizda. Tormoz bosangiz. Keyin bir bosib qo'yar ekansiz. Mana bugun 25-oktyabr 2020-yil Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida qozog'istonlik ukamiz lotereyadan Audi mashina yutib oldi mana. Bugun bu yigit bizda mehmon bo'lib turibdi. Mana o'sha mashinani salonda o'tiribmiz. Ertaga YouTube'dan ko'rasizlar. Ertaga xudo xolasa YouTube'dan ko'rasizlar. Oybek Abubakirov kanalida. Oybek Abubakirov kanalidan bo'lyapti. Ona hozir o'sha yigitdan reportaj olamiz. Qanday? Taassurotlar qanday? Chotki. Assalomu alaykum. Qanday bo'ldi? Короче, 1000 rublga xotinim ovida. Mana Audi A4 yutib oldi. Ben bilganim yo'q negizim uni. Ag'anim, yag'anim. Xudoga shukr. O'ylaganingiz yo'q, kutganingiz yo'q. Yo'q, в общем, o'ylaganim yo'q buni masalan. Har kundagidek azonda jumuz, kechki uyga kelasan. 50 gram uyqu, tangirdan qaytadan suv. Bir gün sonra utib oldim deb. Sol jag'da. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar. В общем, chotki. Shunday mashin bo'ladi-yu, ha? Конечно, Audi A4. Audi A4, Audi A4 mashina mana. Eng oxirgi komplektatsiyasi ekan. Eng oxirgi komplektatsiya, eng oxirgi model. Hali tushunmayapmiz o'zimiz qaysi, nimasi. Hamma tomoni kompyuter. Men hammaga omad tilayman. Istardimki har bir inson mana shunday o'zi yaxshi niyat qilgan mashinalarni yutib olsin. O'ynang, omadlaringizni bersin.